Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz bugun Gulbog' jome masjididamiz. Gulbog' jome masjidida mashq pilisos ham tekshirib, ham shu joyga tashlab ketamiz. Bu videomiz hech qanaqa riyo uchun emas. Agar sizni qishlog'ingizda qanaqadir masjidda nimadir kam bo'ladigan bo'lsa, Texnobrend tomonidan nimadir bitivoy texnikasi kam bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozing. Xuddi shu joyga borib, xuddi shu narsani tekinga, xudo xolisa Alloh yo'lida berib yuboramiz. Qolgan ish jarayonini ko'rasizlar, zo'r bo'ladi, xudo xolisa. Ketdi. Texnobrend do'konidan mashq pilososimizni qanaqa ishlashini bitta ko'rib baho berasizlar. Aytmaman, qaysi viloyatda bo'lishidan qat'iy nazar masjidlarda nima kam bo'lsa, inshaalloh yetkazib beramiz. Bu kompressor vazifasini bajaradi, ham havoni fleksiyali bo'ladi, ham havoni so'rdirsa bo'ladi. Ikkita variant ham bor.